Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik va sihat salomatlik tilaymiz va ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Hayotimizda shunday qisqa raqamlar bor. Favqulodda holatlar sodir bo'lganda o'z smartfonimizdan ana shu raqamlarni terishimizga to'g'ri keladi va deyarli har bir inson bu holatga duch kelgan. So'zimiz nima haqida ketayotganini menimcha yaxshi tushundingiz. Bunga misol tarzida salomatligimizda bo'ladigan jiddiy o'zgarishlar sabab tez tibbiy yordamga albatta qo'ng'iroq qilganmiz. Yaqingacha yurtdoshlarimizning bu borada noroziliklari, bir qator shikoyatlari ham bo'lgan. Ammo keyingi vaqtda shunday islohotlar ro'y berdiki, tez tibbiy yordam faoliyati tamomila ijobiy tomonga o'zgardi va bugun bu jarayon tufayli yurtdoshlarimiz o'rtasida salomatlik yuqorilab bormoqda, kasalliklar soni kamayishiga erishilmoqda. Ehtimol biz aytayotgan ijobiy o'zgarishlarga siz e'tibor qilmagan bo'lishingiz mumkin. Ammo bu muhim yangiliklardan sizlarni xabardor qilishga bugun dasturimiz orqali harakat qilamiz va bilasiz, xayrli kun dasturida salomatlik haqida ko'p bor so'z yuritganmiz. Bugungi dasturimiz ham aynan shu mavzuga bag'ishlanadi va albatta ko'rsatuvimizda mehmon bor. Dasturimizning bugungi mehmoni Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona hududiy filiali direktori Bahromjon aka Toshboltayev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Bahromjon aka. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bahromjon aka, yashirishni hojati yo'q. Mana yaqin yillargacha yurtdoshlarimizning surunkali noroziliklari bo'lgan tez tibbiy yordam masalasida ham. Endi insonni boshiga tashvish tushganda albatta atrofdan aybdor izlashga harakat qiladi. Ba'zan qanchalik yaxshi yordam berilmasin, mana shu tez tibbiy yordam xodimlari bilan yurtdoshlarimiz o'rtasida ba'zan bir kelishmovchiliklar ham bo'lganda, lekin bugun bu vaziyatlar deyarli erib yo'q bo'ldi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizni 2022-yil 16-iyundagi 283-sonli aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatini yanada takomillashtirish bo'yicha qaroriga asosan respublika bo'ylab islohotlar davom etyapti. Shu jumladan hozirgi kunda Farg'ona viloyatida ham qisqa davr ichida, ya'ni shu 22-yil 1-dekabrdan boshlab mana bugungi kungacha juda katta bir ko'p qo'lamli ishlar amalga oshirildi. Ya'ni eng e'tiborli tarafi mana hozirgi kunda Farg'ona viloyatida mana hurmatli viloyat hokimimiz Xayrullo Hayitboyev tomonidan markazda binosi barpo etildi. Respublikada birinchilardan bo'lib, hozirgi kunda mana markaz umuman tez tibbiy yordam o'zining yagona vertikal tizimiga ega bo'ldi. Alohida tizimga ega bo'lib, hozirgi kunda boshqaruv tizimi ham shu o'zini yo'nalishida mustaqil olib borilyapti. Ushbu qaror ijrosini bajarish yuzasidan mana ko'plab ishlar qilindi. Hozirgi kunda eng mana chaqiruvlarni qabul qiluvchi 103 kol markazimiz. Ya'ni hozirgi kunda bu tez tibbiy yordam yuragi hisoblanadi. Shu narsaga erishildiki, oldingi davrlarda uy telefonlaridan murojaat qilinardi. Bitta emas, 3 ta, 4 ta raqam bo'lardi. Unisi band bo'lsa, bunisi mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirgi kunda mana shu qiyinchiliklar bartaraf qilinib, ya'ni 103 yagona raqam joriy qilinib, barcha viloyatdan kelib tushgan chaqiruvlar shu bitta kol markazida taqsimlanadi, qabul qilinadi va uzatiladi. Oldingi davrda ushbu bitta chaqiruvni qabul qilib uzatishga ko'pi bilan 10 minutdan 15 minutgacha vaqt olinardi. Hozirgi kunda shu chaqiruvlarni qabul qilib uzatish davri 1 minut, 1,5 minut ichida amalga oshirilyapti. Amalga oshirish albatta bu tez yordamda yetib borish tezligi, sifatiga juda katta bir o'zgarish bo'ldi. Bundan tashqari mana siz aytib o'tgan qatta oldingi davrda e'tirozlar, muammolar ko'p bo'lgan. Hozir ham bu muammolar yo'q emas, lekin ancha qisqa davrda ancha kamaytirishga sazovor bo'ldik, chunki tizimimiz raqamlashdi. Hozirgi kunda to'liq raqamlashtirilgan tizimga mana men qo'rqmasdan aytishim mumkin, tez tibbiy yordam hozirgi kunda qisqa davrda ichida erishdi. Ya'ni Meddata 2 platformasida hozir ishlayapmiz. Chaqiruvlar to'g'ridan-to'g'ri kol markazidan, ya'ni brigadani qo'lidagi planshetga to'g'ridan-to'g'ri tushyapti.
albatta bu tezlikda tezroq yetib borishni ta'minlayapti. Bundan tashqari har bitta chaqiruvni sifatini nazorat qilish muvaffaqiyat bo'lyapmiz. Ya'ni o'sha dastur asosida har bitta bemorga ko'rsatilgan tibbiy yordamni klinik protokol asosida ko'rsatilayotganligi, dori-darmonlar to'g'ri sarflanayotganligi, buni miqdori, dozasi har bitta jarayonda kuzatuv qilish mumkin bo'lyapti. Bundan tashqari mana transport vositalarimizda ham mana avtoparkimizni bosqichma-bosqich yangilanish jarayonida viloyatimizni o'ziga mana 2 yil davomida 97 ta yangi zamonaviy Volkswagen Caddy avtomobillari taqdim qilindi. Bular hammasi hozirgi kunda viloyatimizda jami 308 ta tez tibbiy brigadasi bo'lsa, shularda 308 tasida GPS navigator orqali kuzatuv o'rnatilgan. Ya'ni har bitta brigada qaysi jarayonda ketayotganligi, bitta joyda turganligini kuzatsa bo'ladi hamda bularni yo'l varaqasi hamda yoqilg'i sarfi ham avtomatlashgan tizim orqali nazoratga olinyapti hozirgi kunda. Albatta bular hammasi bizni ko'rsatayotgan xizmatimiz sifatiga, tezligiga ta'sir qilyapti. Mana oxirgi paytda mana e'tirozlarning o'rniga ko'proq tashakkurnomalar kelyapti. Oxirgi qilgan yangiliklarimizdan bittasi o'sha kol markazida negizida callback tizimini tashkil qildik. Ya'ni bir kunlik chaqiruvni ertasi kunida barcha chaqiruvlarni qayta qo'ng'iroq qilib murojaat qilganlar uchun shu xodimlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatni qay darajada bajarilganligi baholab o'tirilyapti. Bu juda bir katta bizga bir yaxshi sifat beryapti. Ya'niki avvalambor bu yerda aholini fikrini bilishga ega bo'lyapmiz. Eng asosiysi xodimlarni mas'uliyati oshyapti. Nazorat bo'lgandan keyin albatta u mas'uliyat bilan yondoshishga harakat qilyapti. Mana avtomobil masalasi ham juda muhimda bu tizimda Bahromjon aka, chunki mana bu siz aytgan yangi rusumli avtomobillar kelguncha anchagina aytaylik bu raqamlar oz edi mashinalar, ayniqsa tuman shahar sharoitlarida bu yana ham bir sifatsizroq bo'lgan yoki bemorlarni demak o'sha manzilga yetkazib borishda ham anchagina qiyinchiliklar tug'dirgan. Ko'p yurtdoshlarimizning olgan narsa bu uzoq vaqtda kelishi edi, tez yordamli yoki juda ham bir surunkaliga chiqishlar. Deyarli bular yo'qoldi va kol markazimiz mana mavjud emas edi. Demak, tizim yaxlit bir manzilga to'plandi. Menimcha bu yangi bir ish o'rinlariga ham zamin yaratdi. Hozir mana islohotlar davomida umuman mana chaqiruvlar to'g'risida, mana kech qolishlar to'g'risida endi mana solishtiradigan bo'lsak, statistik ma'lumotlardan solishtiradigan bo'lsak, mana oxirgi yillarda umuman chaqiruvlar soni bo'yicha Farg'ona viloyati birinchi o'rinda. Hozirgi kunda ham birinchi o'rinda, lekin yildan yilga mana 50 ming, 60 mingga yaqin chaqiruvlarga kamayib boryapti. Ya'ni chaqiruvlarni, asossiz chaqiruvlarni kamaytirishga erishyapmiz. Bu aholi ko'pligi bilan ham bog'liqmi? Albatta aholi ko'pligi bilan ham bog'liq. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana tez tibbiy yordam bu shunaqa xizmatki, bu hech qachon rad etmaydigan, ya'ni chaqiruvni bormasdan bekitilmaydigan xizmat. Albatta bu qanaqa chaqiruv bo'lishidan qat'iy nazar tez tibbiy yordam boradi. Bu yengil chaqiruvmi, og'irroq chaqiruvmi? Albatta bu borada hozirgi kunda aholimizni ham tibbiy madaniyatini oshirishga mana targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. O'zi umuman tez tibbiy yordamga chaqiruv bo'yicha vazirligimizning, Sog'liqni saqlash vazirligimizning 248 sonli buyrug'i bor. Ushbu buyruqda ya'ni triyaj, qizil, yashil, sariq hududlarga bo'lingan. Ushbu hududlarda mana yengil chaqiruvlarda bizni hozirgi kunda boringki 65-70% bizda yengil chaqiruvlar tashkil qiladi. Albatta bu yengil chaqiruvlarning hisobiga brigadalar zadержкасini hisobiga asosiy bir shu tez tibbiy yordamga haqiqiy bir muhtoj bo'lgan chaqiruvlarga yetib borish ba'zida haqiqatda bir ko'p vaqt olyapti. Bu muammolarimiz hozir ham
yo'q emas, lekin anchagina qisqargan. Aholining ham tibbiy madaniyati oshib boryapti. Qaysi davrda tez tibbiy yordam chaqirish, qaysi davrda o'zini shu hududiy polinkasiga murojaat qilish bo'yicha ancha tushunchaga ega bo'lyapti. Albatta bu bizni tez tibbiy yordam bilan birlamchi hamda statsionar xizmatning orasidagi integratsiyaga bog'liq bo'lyapti. Bu narsa juda yaxshi rezonans beryapti hozirgi kunda. Mana manzil masalasi ham bor Bahromjon aka. Endi viloyatimiz shunday bir geografik hududga egaki, shunday bir manzillarimiz borki, bular chegaradan tashqarida turgan Farg'ona viloyatining manzillari, demak Cho'ng'ira, Shohimardon, mana So'g'd. Bu yerda tez tibbiy yordam sifatini demak Farg'onadagi holat bilan solishtira olamizmi? U yerda qanday ketyapti? Aytib o'tilgan hududlarda alohida bizni yo'nalishda ham alohida e'tibor qaratilgan, ya'ni mana hokimimiz tashabbuslari bilan mana 23-yilda mana shu Cho'ng'ira hududida jami 1,5 ming aholi yashasada, bu o'zi aslida olganda tez tibbiy yordam normativiga bitta brigada tashkil qilishga to'g'ri kelmaydi, lekin hududdan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib shu mahalliy hokimiyat tashabbusi bilan shu yerga bitta tez tibbiy yordam brigadasini tashkil qilganmiz. Hozirgi kunda juda bir chiroyli xizmat qilyapti. O'sha yerdagi hududiy poliklinikada birlashgan holatda xizmat qilishyapti. Nafaqat o'zimiz aholiga bitta e'tiborli tarafi mana hozirgi kunda juda bir siyosatimiz mana yaqin qo'shni davlatlar bilan bir hamkorlik juda kuchaytirilyapti. Mana rahbarlarimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Shuni bir ozgina bir qismat sifatida aytish mumkinki, mana shu Qirg'iziston fuqarolariga ham xizmat qilyapmiz. Bu juda bir Qirg'iziston fuqarolar tomonidan bir ijobiy bir qabul qilinyapti, rahmatnomalar kelyapti. Albatta bu kelajagimizga ham bir yaxshi bir ijobiy ta'sir qiluvchi omil deb o'ylayman. Endi So'g'd hududiga keladigan bo'lsak, mana qisqa 2 yil davrida mana So'g'dimizni o'ziga xos geografik jihatlari bor. Mana tog'li hudud deymiz. Mana bugungi kunda 80% ga jami 6 ta tez tibbiy yordam brigadasi bo'ladigan bo'lsa, oldin shu o'zi yuqorida aytib o'tgan Damaslar edi. Hozirgi kunda mana 80% ga yangilandi avtoparki, Hyundai hamda Volkswagen avtomashinalari bilan ta'minlandi. Mana kelajakda prezidentimiz yangi tez tibbiy yordam bo'yicha yangi qaror loyihasi tayyorlanyapti. Ushbu loyihada aynan o'sha tog'li hududlar, anklav hududlarga, ya'ni Shohimardon hamda So'g'd tumaniga yo'l tanlamas avtomobillar taqsimoti o'sha qarori kiritildi. Xudo xolasa shu rejada turgan narsalarni biz ham kutib turibmiz. Xudo xolasa bu orqali yanada shu hududdagi aholiga xizmatimiz sifatini oshirishga biz ham qo'l baylaganmiz. Mana shu avtomashinalar masalasi mana ko'p filmlarda ko'rardik-da ochig'i. Hozir mana o'zimizda ham mana shunday bir avtomobillar bor. Siz aytib o'tganingizdek, shu tez tibbiy yordam mashinalarida bemalol shu muolajalarni shu shifoxonaga yetguncha ham amalga oshirish imkoniyati bor. Menimcha shifokorlarimiz ham yoki o'sha tez tibbiy yordamda ishlaydigan mutaxassislar ham hamma sharoit bo'lgandan keyin endi juda ham bir g'ayrat bilan ishlasa kerak shunday paytda. Endi imkoniyat bo'lmasa, ular ham bir uddasidan chiqa olmaydi-da. Va bemorni saqlab qolish, uni tezroq tuzalishga yordam berish ham kafolatliroq bo'ladi shunda. Og'riqli bir nuqtani ko'tardingiz. Mana hozirgi kunda mana davlatimiz, hukumatimiz, mana prezidentimiz tomonidan tez tibbiy yordamga oxirgi paytda bo'layotgan e'tibor sababli juda bir katta o'zgarishlar, islohotlar ketyapti, yaxshi tomonga ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Moddiy texnika bazasi, mana dori-darmon, transport vositalarida, yoqilg'i sarflov materiallarida hech qanaqa muammo qolmadi. Lekin haqiqatda bu siz ko'targan mavzu hozirgi kunda tibbiyot xodimlarimizning bilim saviyasi haqiqatda hozir e'tiborda turibdi. Mana yangi protokollar, yangi davolash standartlari ishlab chiqilyapti. Haqiqatda bu borada mana o'tgan yili Koreyaning Kofix kompaniyasi bilan biz hamkorlik memorandumi imzoladik. Ya'ni har bitta hududda simulятsion markaz, o'quv markazlari tashkil qilish. Hozirgi kunda biz bu loyihaga barcha sharoitlarimiz tayyor, binolarimiz, xonalarimiz tayyor. Endi shu loyiha doirasida hozirgi kunda 12 million dollarlik bizga investitsiya kiritish rejalashtirilgan. Shu yaqin mana shu kunlarda, ya'ni shu odamni tanasiga yaqinlashtirilgan materialdan ishlab chiqilgan robot simulyatorlar.
robot simulyatorlar, manekenlar, kompyuterlar, jihozlar, mebellar shu doira asosida keladi. Bular kelib bizni mana 2 marta kelib ketganda sharoitlarimizni ko'rib ma'qullagandan keyin mana Farg'onada mana ikkinchi etapda hozirgi kunda Toshkent, Samarqandda bo'lgan xolos, mana ikkinchi etapda Farg'onada shu narsa amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Albatta, bunda birinchi o'rinda siz aytgandek shu o'zimiz shifokorlarni, hattoki haydovchilarni ham tez tibbiy yordamda birlamchi yo'nalishida yordam ko'rsatish bo'yicha o'qish mashg'ulotlarini o'tkazadigan simulyatsiya markazi ochiladi. Bu bo'yicha mana ikkita mutaxassisimiz alohida tanlanib, hozirgi kunda mana rejada Koreyada shu 2 oylik o'quv kursidan o'tib kelgandan keyin bular mana shu bizning xodimlarni o'qitishda trenerlik qiladi. Kelishuvda belgilangan bandlar bo'yicha hozirgi kunda deyarli 100% shu hamma kelishuvlar bajarildi, faqat shu proyektni amalga oshirib o'qish dasturini boshlash qolgan xolos hozirgi kunda. Demak, tez orada kirishiladi bunga. Bu mana shu kunlarda kutilyapti, may, iyun oylarida kutilyapti. Bu ikkinchi etapi o'zimizning xodimlarni umuman mana ma'lumot uchun aytib o'tishim kerak, viloyat bo'yicha umuman tibbiyot muassasalarida ichida eng katta tashkilot hisoblanadi. 7200 dan ortiq xodim bor. Albatta bularni to'liq o'qitib, bularni sinovdan o'tkazib bo'lgandan keyin bizning ikkinchi etapdagi rejamiz, ya'ni butun mana shu favqulodda holatda xizmat qiluvchi xodimlarni, ya'ni mana aeroport xodimlari, temir yo'l, transport, mana GAI xodimlari bor, mana MCS xodimlarini ham tibbiy yordamda shu birlamchi bosqichidagi nimaga o'rgatish rejamizda bor. Rahmat Bahromjon aka. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Bugun salomatlik mavzusida so'z yurityapmiz. Ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona hududiy filiali direktori Bahromjon Toshboltayev. Yana bir bor xush kelibsiz, Bahromjon aka. Mana hozir aytingiz, tibbiyot muassasalari o'rtasida eng katta tibbiy armiya desak bo'ladi. Mana call centerimiz, demak, tez tibbiy yordam markazi. Endi yana bir farqli tomoni borki, bu markazni Bahromjon aka har bir shifoxona bemorlarni qabul qilsa, bu markaz xodimlari bemor huzuriga yetib borish kerak bo'ladi. Bu ham bir katta mas'uliyatda. Endi mana doim biz yurtdoshlarimizning yuragiga quloq tutamiz. Demak, tez tibbiy yordam haqida nima deysiz deymiz, albatta yuragini aytadi. Endi baribir sizlarda markazlaringiz ham xulosasi bor. Bir yurtdoshlarimizga qandaydir bir fikrlaringiz bormi? Ular nimalarga e'tiborli bo'lishlari kerak? Qolaversa mana jamoalarda birlamchi tibbiy yordam haqida gapirdingiz. Endi biz bilmaymiz, salomatligimiz bilan bog'liq holat ish joyimizda ham ro'y berishi mumkin-da. Ish joylarimizda ham yana nimalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak? Yuqorida gapirdik, umuman aholimizni tibbiy madaniyati to'g'risida. Mana sekin-sekin shu narsa haqiqatda aholi tomonidan o'sha tushunchaga ega bo'lyapti. Mana targ'ibot ishlarimiz ham kuchayapti bu borada. Mana ko'pincha chaqiruvlarga borilganda biz shu narsalarni ko'p kuzatamiz. Mana surunkali kasallarimiz juda ko'p. Juda ko'p. Buni mana statistikasi bor. Bu statistikasi bo'yicha mana yaqinda bizda hisobotlarda ham keltirdi. Aynan shu Farg'ona viloyatida shunaqa holatlar ko'p uchrayapti. Mana men bitta misol keltirishim mumkin. Oddiy bitta Qo'qon shahrining o'zida bir yilda bitta fuqaro tomonidan 680 marta chaqiruv bo'lgan. Men bitta misolni keltiryapman. Bunaqa misollar bor. Umuman viloyat bo'yicha mana shunaqa ashaddiy tez tibbiy yordam chaqiruvchilar 50 dan oshiq bizda doimiy ro'yxatda turadi. Albatta bularni biz birontasini biz rad qilib yoki bo'lmasam qaytarmaymiz, albatta boramiz. Bor endi oddiy shu qon bosimini o'lchab qo'yish yoki shu boshimni og'riyapti, bir ko'rib ketgan. Mana shunaqa masalalarda chaqirishadi, biz rad qilmaymiz. Lekin bitta narsa shu tavsiya bo'lardi. Arzimagan mana sezon deymiz, mana mavsumiy kasalliklar rivojlanganda mana ko'proq mana yosh bolalar isitma bilan ko'p chaqirishadi. Oddiy 37, mana 38 gacha bo'lgan isitmada o'zi aslida men mutaxassisligim bo'yicha o'zi bolalar vrachiman, pediatrman. 38 gacha isitma o'zi tushirish tavsiya etilmaydi. Endi bizda to'g'ri yosh oilalar bor, yosh onalar bor.
darrov vahimaga tushadi, tez yordam chaqiradi yoki bo'lmasam bilib bilmasdan. Shunaqa narsalarni mana shu oddiy tavsiyalarni biz hozirgi kunda shuni ham yo'lga qo'ydik. Oddiy holatda nima yordam qilish kerak va uyda, xonadonda birinchi kerak bo'lgan qanaqa dori-darmonlar bo'lishi kerak. Juda bir minimalniy bir ro'yxatda bir dori-darmon bo'lishi kerak birinchi yordam uchun. Men shu narsani tavsiya berardim. Shu narsa avj olib ketgan, mana kasallik juda bir yuqorilab o'tkir davrga chiqmaguncha bizda hech qanaqa harakat bo'lmaydi. Katta xatolarimizdan biri bu. Katta xatolarimizdan biri, e'tibor bermaymizda, keyin avjiga chiqib ketgandan keyin больницаga to'g'ridan-to'g'ri boramiz yoki bo'lmasam tez yordam chaqiramiz. O'rtada mana birlamchi tizimda albatta buni mana hozirgi kunda juda yaxshi sharoitlar qilingan, mana 8 dan 8 gacha doimiy o'sha yerda xodimlar bor. Ozgina mana shunaqa yengil holatlarni oldini olib vaqtida bartaraf qilinsa, mana shunaqa og'ir holatlarga olib kelmaydi. Mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bahromjon aka, hozir yana bir yangilikdan boxabar bo'ldik. Mana shu kol markazimizda demak maslahat postlarini ishga tushirilishi. Mana tez yordam nafaqat amaliy yordam ko'rsatyapti, demak masofadan turib ham yurtdoshlarimizga bir ko'mak beryapti. Bu faoliyat menimcha yana kengaytiriladi. Mutaxassislar ko'payib, yana ham kengaytiriladi. Allaqachon menimcha bundan ham foydalanishni boshlashgan fuqarolar. Shu tizimda mana o'zimizning tashabbus bilan ya'ni 24-yilda sentyabr oyidan boshlaganmiz. Mana bugungi kungacha mana shu konsultativ maslahat guruhi tomonidan bitta post yaratdik. Kol markazi o'zida, ya'ni tajribali, malakali shifokorlarimiz tarkibidan iborat topgan. Bular hozirgi kunda mana bugungi kungacha 25 mingdan ortiq chaqiruvlarni, ya'ni joyidan turib masofaviy onlayn konsultatsiya tarzida chaqiruvlar bajardi. Ya'ni 25 mingga deylik shunaqa yengil chaqiruvlar bartaraf qilindi. Bu juda o'zini bir samarasini berib turibdi. Hozirgi kunda to'g'ri aytyapsiz, mana kelajagimizda xudo xolasa mana shu konsultativ brigadalarimizni yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni kardiolog, nevropatolog, pediatr hamda psixiatr yo'nalishida shu mutaxassislarimizni hozir jalb qilgan holda shu maslahat guruhimizni kengaytirishni rejalashtirib qo'yganmiz. Albatta amalga oshiramiz buni yaqin kunlarda. Demak biz yurtdoshlarimizga yana bir eslatma o'rnida aytgan bo'lardik. Demak nokerak bo'lmagan holatlarda ham demak hadeb demak kol markaziga qo'ng'iroq qilish o'rinli bo'lmaydi. Albatta endi har birimiz ham qachon dard kelishini bilmaymiz, lekin shu surunkali kasallik bo'lsa, albatta shaxsiy bir shifokorlarning huzuriga tezroq borishimiz kerak, hal qilishimiz kerak. Mana mutaxassisdan o'zlaridan bir tinglab turibsiz. Eng avvalo hech kim kasal bo'lmasin degan yaxshi bir niyatni bildirib qolamiz. Qadrli muxlislar, siz Xayrli kun dasturini nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatish imkoniyatiga egasiz. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsangiz ham telekanalimizni to'g'ridan-to'g'ri onlayn ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Suhbatimiz davom etadi. Bugun salomatlik mavzusida, barchamizga tegishli mavzuda suhbat quryapmiz. Suhbatdoshimiz Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona hududiy filiali direktori Bahromjon aka Toshboltayev. Bahromjon aka, bugun mana ko'p yangiliklardan bizni boxabar qilyapsiz. Yana bir og'riqli nuqta bor. Buni to'g'rirog'i tahlil desak bo'ladi. Mana keyingi vaqtda yurtdoshlarimiz orasida shu infarkt kasalligi biroz ko'paygandek tuyuladi. Ko'pchilikni bezovta qilyapti. U katta infarkt bo'ladimi, kichik infarkt bo'ladimi? Baribir bexosdan ro'y beradi va odamni qattiq tashvishga soladi. Bundan tashqari yurak bilan bog'liq, yurak ishemik kasalliklari juda ko'p katta avlod vakillari orasida. Tez tibbiy yordam juda ham yana ham bir shiddatli ishlash kerak bo'ladi, mana shunday bemorlar huzurida. Bu masalada ham qo'shimcha bir chora tadbirlar ishlab chiqilyaptimi? Masalan, aytishadiki, bu kasallikdan yashirin qotil deb ham ta'rif beriladi tibbiyotda. Albatta to'g'ri aytdingiz. Mana hozirgi kunda umuman statistika bo'yicha ham eng ko'p o'lim holatlari yurak qon tomir kasalligi oqibatida bo'lyapti. Bu borada mana hurmatli hokimimizni topshirig'i bilan, tashabbusi bilan desak ham bo'laveradi. Mana biz mana o'tgan yili shu 6 oy davomida kardiologiya markazi bilan hamkorlikda EKG telemetriya tizimini yo'lga qo'ydik. Ya'ni hozirgi kunda sinov tariqasida o'tkazilyapti.
bugungi kunda viloyatimizda Farg'ona shahar, Marg'ilon shahar hamda Quvasoy shahar tez tibbiy yordam stansiyalarida bu joriy qilingan. Ya'niki maxsus reanimatsion brigadalarimizga shu telemetriya EKGsi o'rnatilganda, mana shu siz aytmoqchi, yuqorida aytilgandek o'tkir koronar sindrom, o'tkir yurak xurujlari bilan murojaat qilgan bemorlarni, ya'ni o'sha borgan joyda, o'sha mashinadan turib yoki bo'lmasam yotgan joydan turib EKG olingandan keyin to'g'ridan to'g'ri kardiya markazida mutaxassisini kompyuterga tushyapti-da va u mutaxassis tomonidan zudlik bilan yo stentlash yo bo'lmasam koronografiya qilish tavsiyasi berilyapti. Agar unaqa holat kuzatilmasa, joyida yordamini berib qoldirilyapti. Lekin agar zaruriy shunaqa muolajalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu 1 soat, ya'ni oltin soat davrida yetkazib olib borilyapti. Shu jarayonda mana 6 oy davomida o'tkazilayotgan mana shu tadbirimiz davomida hozirgi kunda 100 ga yaqin odamlarning hayoti saqlanib qoldi. Bu juda bir yaxshi bir natija beryapti. Kelajakda bu borada bir rejamizda barcha mana shu viloyatimizda hozirgi kunda 22 ta maxsus reanimatsiya mashinalarimiz bo'ladigan bo'lsa, barchasini shu narsalar bilan jihozlash. Qolaversa, umuman biz xohlardikki hamma mashinalarimiz, brigadamiz bo'lishi kerak bu narsa o'zi aslida. Chunki mana bizni tizimda shunaqa tartibki, holatni bilmasdan borib qolamiz ayrim hollarda. Kimdir yengilroq shikoyat qiladi-da, borsangiz aksincha bo'ladi, holat og'ir bo'ladi. Bunaqa paytda oddiy brigadamiz maxsus brigadani chaqiradi, yana vaqt sarflaydi. Boshqa mana shunaqa taraflariga ham bir e'tibor bergan holda biz xohlardikki, mana shu har bitta brigadamiz mana shunaqa narsalar bilan jihozlansa, hozirgi oxirgi mana shu zamonaviy tibbiy apparatlar bilan jihozlansa, sifatimiz yana ham oshadi. Aholida mana shu yuqorida aytgan o'lim holatlari, nogironlik holatlari keskin kamayardi. Bahromjon aka, yana bir so'nggi savol o'rnida bilishni istardik. Endi murojaatlar kamaydimi deya olmaymiz. Albatta murojaatlar doimiy o'sib boradi. Kasalliklarimiz kamayyaptimi mana shuni oqibatida? Nafaqat mana yurak bilan bog'liq, boshqa kasalliklarimizda ham. Endi kasalliklar kamayishi bo'yicha endi bizda alohida endi bir bizni sohada, men o'zimiz soham bo'yicha aytadigan bo'lsam, haligacha mana birinchi o'rinda shu yurak qon tomir kasalliklari, ikkinchi o'rinda mana travmalar bizda bo'ladi. Albatta kasalliklarni nozologiyasi bo'yicha bir kamayish, ko'payishini biz statistika qilmaymiz, lekin bitta narsaga e'tibor berish lozim. Hozirgi kunda mana birlamchi tizimda ham juda katta islohotlar bo'lyapti. Profilaktika kuchaygani uchun hamda diagnostika kuchaygani uchun yangi kasalliklar namoyon bo'lyapti. Demoqchimanki, tartibga tushyapti. Shu oldin mana shu kim hali yuqorida aytganimizdek qachon bir oxirgi nimasiga, nuqtasiga yetganda murojaat qilgan bo'lsak, hozir ancha aholi tomonidan ham o'sha tushunchalar paydo bo'lib, o'zini nimasiga, salomatligiga e'tibor kuchayishni boshladi. Endi albatta agar bu narsani yana ham targ'ibotini kuchaytiradigan bo'lsak, menimcha shu siz aytgan kasalliklar kamayishiga erishamiz albatta. Va boya aytdingiz, qanchalik shifokorlar endi sidqidil yordam bermasin, avvalo o'zimiz sog'lig'imizni nazorat qilishimiz kerak, har birimiz. Endi qachonki kelib meni shifokor qutqaradi degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak-da. Menimcha yurtdoshlarimiz tushunib yetishyapti buni, chunki salomatlik avvalo har insonning o'ziga kerak. Rahmat aytamiz Bahromjon aka, bugun yangiliklardan boxabar bo'ldik. Mana tez tibbiy yordam tizimini sifat jihatdan yaxshilanayotganini mana hayotiy misollar bilan keltirib o'tdingiz. Alohida rahmat aytamiz. Umuman shifokorlar jamoasi xalqimiz uchun hamisha jasorat va qahramonlik ko'rsatayotgan shaxslar. Ular oddiy insonlar emas. Buning uchun mana shu zahmatli yo'lda mehnat qilayotgan sizga va barcha hamkasblaringizga alohida bir rahmat aytamiz. Endi ko'rsatuvimizda bir an'anasi bor. Bu Xayrli kun dasturining ehtirom kitobi. Kim ko'rsatuvimizda mehmon bo'lsa, mana shu kitobda o'zini dil izhori va dastxatlarini qoldirish kerak bo'ladi. Bugun navbatdagi sahifasini sizga topshiramiz, yozib berishingizni iltimos qilamiz.
rahmat aytamiz. Salomat bo'ling Bahromjon aka. Bugun ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Suhbatimiz so'ngida muxlislarimizga bir aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, bemalol ta'kidlab o'tishingiz mumkin. Yana bir bor rahmat taklif uchun. Namujon, mana hozir kunda umuman mana davlatimizda, yurtimizda umuman tibbiyot sohasiga alohida e'tibor berilyapti. Albatta bu mana prezidentimizdan boshlab butun davlat rahbarlarini bir katta bir qandaydir bir tashvishida. Albatta qayta mana prezidentimiz gaplari bor. Birinchi o'rinda tinchlik bilan sog'liq ekan. Shuning uchun albatta mana hozirgi tavsiyalarimizdan kelib chiqib barcha yurtdoshlarimizga o'zlarini ehtiyot qilishlarini, sog'lig'iga alohida e'tibor qaratishlarini, bu kasallikda katta kichigi bo'lmas ekan, yosh tanlamas ekan. O'shaning uchun har bitta kasalni shu nima deydi, boshlang'ich, ya'ni erta bosqichlarda aniqlanma, albatta shifokorlarga vaqtida murojaat qilishlarini tavsiya qilardik. Iloyim hech kim kasal bo'lmasin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamiz oilamizga tinchlik, xotirjamlik tilayman, sihat salomatlik tilayman. Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Shifokorlarimiz ham hech qachon dard ko'rishmasin. Salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona hududiy filiali direktori Bahromjon Toshboltayev bo'lishdi.